Yana bir assalomu alaykum qadrli akalar. Belarus texnikalarini obzorini qisqagina narxlarini tanishtirib o'tib ketdim. Endi navbat yangi texnologiya asosida chiqqan Yuto texnikalari haqida. Xo'p, eng kichkinasi qator orasi bog'dorchilikka asosan ishlatiladigan texnikamiz 350 to'dan boshlaymiz. Xo'p, 5 kabina varianti. Hozirgi kundagi narxi 130 million so'm. Qadrli akalar, bemalol kelib xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Xuddi o'sha variantni Yuto 354 modelini kabinkali varianti. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ancha baquvvat. Qadrli akalar, ko'rishingiz mumkin. Buni narxi, hozirgi kundagi narxi 140 million so'm. Bularda ham boshlang'ich to'lov 25% to'lov asosida 1 yildan 3 yilgacha o'sha to'lov asosida bemalol olib chiqish imkoniyatiga egasiz. Keyingi traktorimiz Yuto 454 5 kabina varianti. Anchagina baquvvatroq texnika hisoblanadi. Bog'dorchilikka ancha zo'r effekt beradi bu texnikamiz. 5 kabina varianti 454 145 million so'm. Akalar, naqdga keling. 5 million skidkasi bor. Javob: keling, olib keting. Yoki-da boshlang'ich 10% yoki 25% to'lov asosida 1 yildan 3 yilgacha, 25% to'lov asosida bo'lsa, har 6 oyda to'lov asosida grafik bilan olib chiqib ketish imkoniyatiga egasiz. Yoki-da 10% to'lang, oyma-oy to'lab bemalol bir kunda ishingizni bitirib keting. Xo'p, 454 kabinkali variantini tashqarida ko'rsatib o'tib ketdim. Uni narxi 160 million so'm akalar. Xo'p, undan keyingi texnikamiz 554. Xo'p, 554 modelimiz Yuto 554. 55 ot kuchi. Uni oldingisi 45 ot kuchi edi. Shuni aytib o'tishingizdan chiqdi. 55 ot kuchi traktorimiz Yuto 554. Balonlari kattaroq, orqa naviskalari baquvvatroq. 5 kabina varianti. Bog'dorchilikka ancha effekt beradigan texnika bu. 195 million so'm akalar. Hozirgi kundagi narxi.